Xudo omadingizni berdi. Uchastkadan tashqari shunaqa chiroyli muzdekkina dacha qurib qo'ydingiz. Oilangiz bilan kelyapsiz, bola chaqalaringiz, ota-onangiz. Hamda ota-onangiz sizdan oldin ikkita bo'lib ketishyapti, qo'lni belga qo'yib, yantga borganda sizga o'girilib duo qilishyapti. Bolam oq yuvib oqtarganimizni sen oqlab berding, sendan ming rozimiz. Shunaqa kunlarga ham yetib keldi deyishyapti. Siz o'zingizni geroy his qilasiz, mazza qilib ketasiz. Bu yoqda bolalaringiz pildillab yugurib yuradi, o'g'lingiz keladi yoningizga. Ada menga balonchi olib bering, basseynga deydi. Xo'p, bolam turganingizda biznes partneringiz orasida telefon qilib qoladi. O'rtoq, hamma ishimiz o'xshadi, yaxshi daromad bo'ldi. Shuni nima qilamiz? Qanchadan bo'libdi deysiz? $80,000 dan aylanibdi. Oh, deysiz. O'g'lingiz boshini silaysizda, o'g'lim eplay olasang, shu basseynga senga bir oltili skuter olib beraman deysiz. Xursand bo'lib yana davom etasiz. Shu kunlarga yetkazganiga shukrlik keltirib borasiz. Bundan ortiq qanaqa baxt kerak? Oilangiz yoningizda, ota-onangiz duosini olasiz. Shunaqa chiroyli dachada oilangiz bilan o'zingizni dachangizni tamom ketyapsiz. Har birimizga shunaqa kunlar nasib qilsa, men o'zimdan yurakdan niyat qildim. Keyin oxirida shu joyiga kelib manzarani ko'rib yaratganga shu kunlarga yetkazganiga alhamdulillah deb qo'yasiz.